Bugun ukamiz Abduvohidni eng yaxshi kunlardan biri. Bugun uning to'yi. Abduvohid ukam baxtli bugun. Eng yaxshi kunlaringni mana shunday xursandchilik bilan nishonlayvergan. Tabriklayman. Baxt, omad. Ukam Abduvohidni bugungi to'yi bilan, xursandchilik kuni bilan tabriklayman. Kelin bilan baxtli bo'lgan, menimcha eng qadrli bo'lgan ukamni to'yi bugun. Birgalikda ko'p mehnat qilganmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham birgalikda ko'p chempion bo'lamiz. Baxtli bo'lgan ukam. Assalomu alaykum avvalambor. Bugun men uchun eng qadrli bo'lgan ukamni baxtli kuni tabriklayman. Kelin bilan birga baxtli kunlaring ko'p bo'lsin. Men bilan birga yonma-yon bo'lib chempion bo'lishimga yordam bergansan. Bundan keyin ham Xudo xolasa birga ishlab, bundan ham yaxshi natijalarga erishamiz. Shunaqa ota-onamni xursand qilib kelin bilan baxtli yashasanglar bo'ldi. Ukamga shuncha mehnatlari uchun arzimasa ham kichkina o'zi ham sovg'amiz bor. Hozir men uyni kalitlarini topshirmoqchi edim, shu Toshkent shaharda. Bizning yonimizda turish uchun ukamga Golden House'dan uy sovg'a qilaman.